Masalan, pishmagan mevani yeyishlik. Masalan, yong'oqni achchiq paytida bir siqimini yeb oling, nima olasiz? O'zingizga zarar bo'lishi aniqmi? Gunohkor olasiz. Gunohkor olasiz. Farzandlarga nisbatan ham xuddi mana shunday. Meva va sabzavotlarni yuvmasdan yeyish inson o'zini o'zi o'ldirishiga o'xshaydi. Dalilimiz bor. Kulu min thamarihi iza asmara. Mevalaganda, ya'ni pishganda mevalardan yenglar deydi Alloh taolo Qur'onning An'om surasida. Bu nima degani? Pishmasdan turib yema degani. Biz xom paytda yeb, bizga zarar qilishi mumkin bo'lgan narsani yeyishlik mumkin emas deb aytayapmiz. Alloh taolo pishgandan keyin yegin deyapti. Masalan, mevalar bor. Masalan, badrini ham kichkinaligi desangiz zo'r. Katta yeb ketganda, pishib ketganda bo'lmaydi. Shuning uchun hamma narsa emas. Salomatchiligimizga zarar qiladigan narsani pishmasdan turib yemaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Taboroniydan keltirgan hadisda aytadilar. Diqqat qilinglar-da, o'sha mevani yuvmasdan yeyishlikka taalluqli narsa. Shart olib yeyaveraveramiz-ku. Man akala tin fa ka'annama aana ala qatli nafsihi. Rasululloh aytadilar Imom Taboroniyda, kimda kim iflos narsani, kir narsani, loy narsani, balchiq narsani yesa yuvmasdan, go'yo o'zini o'ldirishga yordam beribdi. Mevalarni yuvib yeyishlikni bizga tabiblardan burun kim aytgan ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yana Rasulullohchi bizga o'xshab suvi serob bo'lgan yurtda yashamaganlar. Sahroda suv ko'p bo'lmagan joyda yashayotgan xalqlarga yuvmasdan yemanglar deyapti. Mikrob degan narsa keyin aytilgan, Ammo payg'ambarimiz mevani yuvmay yemanglar deyapti. Shuni o'rgataylik bolalarimizga. Tabiblar ham ayni shu narsani aytadi. Yuvmasdan yeyishlik falon kasallarni keltirib chiqaradi deydi. Mana shu juda ko'p kasallarni yoyilishiga sabab bo'ladi. Yana qarang. Salmon Forsiydan rivoyat qilinadi. Bu hadis Sunan Termiziydan. Diqqat. Tavrotda o'qidim. Albatta ovqatning barakasi ovqatdan keyin tahorat qilishda, ya'ni qo'l yuvishda. Tavrotda o'qigan shu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim. Rasululloh aytdilar: "Barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu." Ovqatni barakati undan burun tahorat qilishlik va undan keyin tahorat qilishlik dedi. Oho! Har doim tahorat qilamizmi endi? Yo'q. Bu yerdagi tahorat namozga qilinadigan tahorat emas. Qo'lni, ikki qo'lni va og'izni yuvishlik aytilgan. Demak, yeyotgan ovqatimizda barakat zo'r odatimiz bor-a? Mehmonga kirib ketsa nima qiladi? Chiqqanimizda nima qiladi? Men qoshiqda yeganman deysiz. Men qoshiqda. Demak, ovqatning barakati dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ovqatni yeyishlikdan avval qo'l yuvishlikda va undan keyin qo'l yuvishlikda. Biz albatta qo'l yuvamiz avval, keyingisiga beparvomiz. Nima demadinglar? Shu narsaga e'tibor beraylik. Farzandlarimizni ham shunga odillantiraylik. Keyingi ko'rsatma, bir ovqatning ustiga ikkinchi ovqatni yeyishlik kishini kasal bo'lishiga olib keladi. Endi bu haqida tabiblarning juda ko'p ko'rsatmalari bor, tafsilotlarga kirishib o'tirmaymiz. Agar haqiqiy bir kitob bo'yicha ovqatlanaman, sunnat bo'yicha ovqatlanaman desangiz, biz bilan bizni yeyotgan ovqatlarimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Bizni ovqatlanishimiz umuman to'g'ri kelmaydi. Sunnatga. Endi kasalliklarda sanaveramiz.